Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi hovlimiz sotiladigan Miskinda, Ucell antennaning yonida. Bu xonadonimizda gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Hozir men sizlarga buni obzorini qilib beraman, ko'ringlar. Sirazi aytaman, bunaqa fayzli xonadon hammamizga nasib qilsin inshaalloh. Bu hovliga kirganda o'ng qo'lda o'tiradigan joyi, agarodlari, kaziroklarni qilib, vruchatkalar qilib, sokinlarga kafelarni yopishtirib chiroyli qo'yishdi. Kirishimizga akvaromlari o'tiradigan joyi, uzun terrasamiz, kengina kafelar urib, birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz, jitkaboylari bo'lgan, gullarni chizib qo'yishibdi, pechkalari bor. Xullas qisqa qilib aytganda, bu xonalarimizni hammasi yashashga tayyor. Terrasamiz oxirida chap qo'lda 3-xonamiz, pechkasi bo'lgan, patolog kraskasi bo'lgan, jitkaboylar, gullar chizib qo'ygan. 4-xonamizga kiramiz. Bu hovlimiz 5 sotixdan iborat. Birinchi sanuzelimizning holati 4-xonamizdan 5-xonaga o'tayotganda mana qaranglar. Sirazi bu tomonda hovliga chiqadigan joyimiz 6-xonamiz. Eng qiziq joyi bitta joydan kirib 3-4 joydan chiqib ketaverasiz. 7-xonamizga yetib keldik. To'g'rida 2-sanuzelimiz. Hovliga chiqamiz. Chap qo'lda zabori bo'lgan bu отдельный hojatxonasi ko'chada. Tepada valishlarni qo'yib, kaziroklariga 5 ketdim. Inshaalloh kamida hammamizga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kim hovli qidirib yurgan bo'lsa, o'shalarga jo'natib qo'yinglar. Bu uyimizning hujjatlari joyida tezda ulgurib qo'yinglar. Bunaqa hovli tez sotilib ketadi. Hurmatli obunachilar, bu uyimizni narxini 45500 dedik. Yana ozmoq sunnatiga o'tib berishadi. Imminda shu mana videomiz mana shu apamizmi, akamizmi, ukamiz topdi. 45500 qilgan yoki 46 qilgan. Men birinchi yozganlarini oldim mana. Omadingiz bersin. Obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa yana zo'r o'yinlarda qilib boramiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Kimga kerak bo'lsa pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlaring mumkin.